Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Qudratilla Qurbonov yana sizlar bilan efir orqali ko'rishib turganimdan xursandman. Qonun faqat qog'ozdan kanal sizlar bilan birgalikda. Bugungi murojaatim, videoroligim 2026-yil 1-apreldan bo'ladigan o'zgarishlar to'g'risida. Men bundan oldinroq ham bir chiqish qildim. Xuddi shu plastik bo'lganda plastikka pul tashlashda bankda qiynalish bo'ladi, foizlar bo'ladi deb. Shu narsa bo'ldi mana qo'limda kupyura bor. 5000 so'mlik kupyura, O'zbekiston so'mi. Bu kupyurada ko'rsatib qo'yilgan. Mana hozir o'qib ham beraman. Mana bu yerga yozilgan, mana buni bu yerga yozilgan. Hozir buni o'qiymiz. O'zbekiston so'mi respublika hududida hamma to'lovlar uchun o'z qiymati bo'yicha qabul qilinishi shart deb qo'yilibdi. Buni qabul qilmaslik qonunga qarshi chiqish deb bilaman. Shaxsiy fikrim, qonunga qarshi chiqish deb bilaman. Buni magazin, do'kon, savdo bo'yicha qabul qilmasa, jinoiy ma'muriy javobgarlik belgilanadi. Ana endi hozir bular qabul qilmayapti. Sabab qilib, ro'yxat qilib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning qarorlarini ro'yxat qilyapti. Xo'sh, qarorlar bosh ustiga. Lekin ro'yxat qilishdan oldin shunga sharoit ham yaratish kerak-ku. Sharoit yaratilibdi. Mana bu yerda hozir men ko'rsataman mana. Men ko'rsataman mana bankomat qo'yilgan. Ko'rindimi? Mana bankomat mana. Metan zapravkasining yoniga. Bankomatga pul tiqsangiz 3% olyapti. Nima uchun oladi? Mana bankomat chekam chiqib ko'rsatyapti. Chekida ham yozilgan. Mana bunisi yaqqolroq ko'rinadi. Men bugun metan zapravkaga borib gaz quysam, shu turgan ekan, plastikni 100 ming tashladim, 97 ming tushdi. Zapravka nima desam, aka men bilmayman dedi. Olib kelib qo'ygan dedi. Yaxshi dedim. Navoiy viloyati Uchko'p tumanidagi metan zapravkada Alisher Asqar kelajagi degan bu MCJmi, xususiy korxonami, YATTmi bilmayman, bankomat olib qo'ygan ekan. Shunga tegishli. Xo'sh, o'qib chiqsam turibdi, summa mijozdan olinadigan naqd 100 ming naqd deb qo'yibdi. Naqd 2913 so'm. Mendan 100 ming oldi-ku, men 100 ming berdim, 97 ming tashlab berdi. Mana endi shunday kelyapti, umumiy qo'shimcha xizmat soliq qiymati 0. Bu yerda turibdi. Miqdorga 2913 so'm qo'ygan. Qo'shimcha qiymat solig'i summasiga 0% qo'ygan. Pastiga miqdorga 1000 so'm qo'ygan. Transaksiya turi deb qo'yibdi, prodaja deb qo'yibdi. Nima sotdi u? Hech nima sotgan yo'q-ku. Mana bergan 100 ming pulni plastikni 97 ming tashlab 3 ming oldi. Nima sababdan oldi?
Nima uchun oldi? Nima yerda mitanga borib, zapravka borganlar plastik naqd pul bo'lmasa aybi bormi? Majbur zapravka qilmasa bo'lmaydi, majbur tashlab oladi deb 3% qo'yib qo'ydi-da. Bu ham insofdanmi? Metan zapravka nima uchun kim qo'ydi buni? Qayerdan olib qo'ydi? Nima uchun qo'yildi bu bunday foiz olyapti? Foizning iloji yo'qmi desam, akajon olib kelib qo'ydi, men bilmayman. Lekin men to'kka uladi, to'kni pulini men to'layapman dedi. Shunchalik ham insofsiz bo'lasizlarmi? Uni to'kiga pul to'lamasangiz, o'sha bankomat turgan joyga soliq to'lamasangiz, uni solig'ini ham, to'gini ham zapravchi to'lasa, nima uchun 3% olasiz? Maqsadlaringiz muhtaram prezidentimizni xalqning turmush tarzini yaxshilash maqsadida chiqargan qarorlarni ro'ykach qilib, xalqni pulini shilishmi, talashmi? Qishloq joylarda mardikorlik qiladi. Yollanma ishchi. Davlat ishida ishlamaydi. Birovning yerini og'daradi, hovlisini tozalaydi, shkaturka qiladi, musorni ortadi, ustachilik qiladi va hokazo. Ular peshana ter to'kib, mana peshana ter to'kib pul oladi. Mana bu narsa uchun majbur 50 ming, 100 mingga plastik sotib oladi bankdan. Keyin plastikka pul qo'yib zapravka qilish uchun yana foiz to'laydimi? Nima bechora xalq sizlar uchun ishlaydimi? Paynichilar, ayrim mutasaddi rahbarlar. Bu nima degan gap? O'zi oyladigan oyligimiz 3 million, 4 million, maksimum 5 million pul bo'lsa, shu 5 million bilan ham yashab turganimizga shukr qilmaysizlarmi? Yo sizlar bizga pul beryapsizlarmi? Hozir birovga pul beradigan zamon emas. Sizlar ham kelib shu qishloqda, tumanlarda aholiga o'xshab 5 ming oylikka yashab ko'ringizlar. O'sha bir oyda 5 million oylikka yashab ko'ringizlar. 5 million oylik olib yashanqani kommunal to'lovingizga to'laysizmi? Xo'sh, oshirilgan limitlarga to'laysizmi? Mana bunday plastikka tashlaydigan pulingizni, naqd pulingizni plastikka tashlash uchun to'lagan foizga to'laysizmi? O'zingizni oziq-ovqat olasizmi? Kiyim-kechak olasizmi? Jarimalarga aytmay qo'yaveray. Kommunal to'lovda domda turadiganlar atapleniga qishin-yozin pul to'laydi bir xil summada. Bechora xalq shu olgan oyligi bilan kun ko'ryapti. Men prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichdan iltimos qilib qolaman. Hurmatli Shavkat Miromonovich, mana bu pulda yozilishicha, so'm kupyur yozishicha o'z bo'yicha qabul qilish shart degan yozuvni amalda qo'llab, mana bu naqd pulni ishlatishni yo'lga qo'yib berishda amaliy yordam bersangiz, o'zingiz aytasiz, xalqni roziligini olish kerak, xalqni rozi qilishimiz kerak deb. Xalqning roziligi uchun shuni qayta yo'lga qo'yib bering. Sizning qarorlaringizni ro'ykach qilib, ayrim mutasaddi rahbarlar va mana paynichiga o'xshaganlar xalqni shilmasin, xalqning azob bermasin xalqqa. Chunki sizning qarorlaringiz hammasi xalqni yashash turmush tarzini yaxshilash, yengillik berish, xalqni rozi qilish, xursand qilish bo'yicha bo'ladi. Lekin chiqargan qaroringizni 100% deb bilsak, 90% teskari amal qiladi xalqqa. Chunki
qo'lingiz ostidagi mana mutasaddi rahbarlar buni teskarisini sizga yetkazishadi. Shuning sizdan iltimos shularni yo'lga qo'yib berishingizni so'raymiz. Bu qonunchiligimizga to'g'ri keladimi? Naqd pulni o'z qiymatida qabul qilmaslik. Men shunga hayron bo'lib qoldim. Endi sizning qarorlaringizga qarshi chiqmayman. Qarshi chiqmaymiz. Men ham qarshi chiqmayman. Lekin ozgina o'ylab ko'rish kerak. Mana shu uchun xalq qiynalyapti. Endi bu sotuvdagi sotuvchilar o'zining daromadini yoshirsa soliqdan, aylanma daromadini ko'rsatmasa, bankomatga urmasa, terminalga urmasa, bankda aylanma ko'rsatmasa, bunga xalq aybdor emas-ku. Bechara xalqning nima aybi bor? Sizga mingdan ming rahmat. Muhtaram Prezidentim, hurmatli Shavkat Miramonovich, naqd bilan plastikni summasini bir qilib qo'ydingiz. Oldin rahmatli Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich davrida plastik pul qilish uchun foiz to'lab odamlar ovora bo'lardi. Sizga mingdan ming rahmat, shuni yo'qotib berdingiz. Naqd pulni yuzaga chiqardingiz. Shu prezident bo'lganingizdan sirazi naqd pul muomalaga chiqib, o'sha foizlar yo'qoldi. Xalq juda xursand bo'ldi. Xuddi shunday yana bir iltimosim, yana xalqning roziligi, xursandchiligi uchun shu qaroringizni o'zgartirib, mana shu naqd pulni ayniqsa zapravkalarda o mashina olish, uy olish, ular ikkinchi darajali. Ularga 100% plastik ham men roziman. Mana zapravkada qiynalamiz, shuni nima qilib bir o'zgartirib bersangiz, sizning qarorlaringizni to'g'ri talqin qilishda bir amaliy yordam qilsangiz, xalqimiz xursand bo'lardi. Sizdan juda ham minnatdor bo'lardik. Ilohim umringiz uzoq, martabangiz ulug' bo'lsin. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sizlardan xuddi shu avvalgiday kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman. Qo'llab-quvvatlab, like, podpiska qilib tarqatib yuborsangizlar, egalariga tezroq yetib borsa, kommentda fikrlaringizni kutib qolaman. Yana efir orqali ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.